22-trek. A'zolar yaxshi hidlarning dastlabki qo'shilishlaridan paydo bo'ladilar. A'zolarning ba'zisi oddiy, ba'zisi murakkab bo'ladi. Oddiylarining barcha bo'laklari ism va ta'rifda bir xil bo'ladi. Masalan, go'sht, suyak, nerv va uning bo'laklari. Murakkablari esa har bir bo'lagi har xil ism va ta'rifga ega. Qo'l, yuz, murakkab a'zolar ish va vosita organlaridirlar. Abu Ali ibn Sino birinchi jumlaning 30 faslida bobida suyaklarning anatomiyasini bayon qilgan. Ular kalla suyagidan boshlab oyoq panjalarining anatomiyasigacha barcha suyaklarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi jumlada esa 30 fasl va mushaklardan to oyoq barmoqlari mushaklarining anatomiyasi ta'rifiga bag'ishlangan. Uchinchi jumlada nervlar, arteriyalar, venalar, quvvatlar to'g'risida so'z boradi. Bular hammasi tib qonunlari birinchi kitobining birinchi fanidir. Ikkinchi fan kasalliklar, ularning umumiy sabablari to'g'risida. Odam gavdasining ahvoli 3 xil. Birinchi, sog'liq. Bunda odamning gavdasi, mijozi, uning tarkibi, undagi fe'llar to'g'ri va sog'lom bo'ladi. Ikkinchi, kasallik, ya'ni yuqoridagiga teskari hol. Uchinchi, sog'liq ham, kasallik ham bo'lmagan hol. Masalan, qarilar kasallikdan tuzalib kelayotganlar, bolalar. Sodda kasalliklar mijoz va tarkib kasalliklari turlaridan bir xil kasalliklar. Murakkab kasalliklar deganda 2 va undan ortiq kasallik yig'ilib, bitta kasallikni tashkil qilingan holni anglamoq zarur. Ziynatga oid holatlar ham kasallikka qo'shilib sanaladi. Masalan, soch to'kilishi, tus o'zgarishi, yamoqlar. Abu Ali ibn Sino yuqorida aytgan 3 hol, sog'liq, kasallik va o'rtacha hollarning sabablarini bayon etadi. Ular oldin keluvchi sabab, tashqi sabab va bog'lovchi sababdan iborat. Oldin keluvchi va bog'lovchi sabab xilt, mijoz va yo tarkibiga oid. Gavdaning holatiga ta'sir ko'rsatuvchi sabablardan zaruriylari 6 jins bo'ladi. Ular atrofimizni o'ragan havo, yeyiladigan va ichiladigan narsalar, gavdaning harakati va tinchligi, nafsoniy harakatlar, uyqu va uyg'oqlik, bo'shalish va to'xtab qolishlikdan iboratdir. Havo rohatlantiradi va tozalaydi. Yil fasllarining havosi o'ziga lozim bo'lgan xususiyatlari bilan kelishi kerak. Yozning issiq bo'lishi, qishning sovuq bo'lishi kabi. Agar bu tabiiylik buzilsa, yomon kasallarga sabab bo'ladi. Fasllari doimo bir turli kayfiyatda bo'lgan yil yomon yildir. Eng sog'lom vaqt kuzning yomg'irlik va qishning shu mamlakatga xos o'ta sovuqlik bo'lmasdan mo'tadil darajada sovuq bo'lishidir. Agar bahor yomg'irli bo'lib, yoz ham yomg'irdan xoli bo'lmasa, bu eng sog'lom fursat bo'ladi. Yaxshi havo tutun va bug' kabi yot narsalar aralashmagan havodir. Abu Ali ibn Sino fasllarning inson organizmiga ta'siri turli fasllarda qo'zg'aladigan kasalliklar to'g'risida mufassal hikoya qiladi. So'ngra turar joylar to'g'risida so'zlaydi. Olimning yozishicha, issiq joylar qoraytiradi. Namliklar ko'p bug'lanish natijasida havo kamayib ketsa, odamlar tez qariydilar. Sovuq yerlarda yashovchilar kuchli va botir bo'ladilar. Agar undan yerlar namli bo'lsa, aholisi sergo'sht va seryog' bo'ladi. Tomirlari chuqur joylashgan bo'lib, bo'g'inlari quruq, o'zlari ko'rkam va yashnagan bo'ladilar. Namlik yerlarda yashovchilarning tashqi ko'rinishlari yaxshi, terilari yumshoq bo'ladi. Baland yerda yashovchilar sog'lom, kuchli va chidamli bo'ladilar. Uzoq umr ko'radilar. Ibn Sino hammomga tushish, gavdani quyoshda toblash, qumga tushish, yog'larni mo'l surtish, yuzga suv sepish bilan bog'liq hodisalar to'g'risida mufassal so'zlaydi. Hammom o'z havosi bilan qizdiradi, o'z suvi bilan ho'llaydi. Hammom havosi
ba'zan tug'ma haroratni tarqatib yuboradi va tanani sovutadi. Ba'zan esa tug'ma ho'llikni tarqatib, organlari moddasini quritadi. Hammomga tushgan kishi shoshmasdan, tinch va sekin asta cho'milishi kerak. Issiq quyoshda badanni qizdirish, xususan bu tez yurish va chopish kabi kuchli harakatlar vaqtida bo'lsa, chiqindilarni kuchli ravishda tarqatadi, terlatadi, qorin ko'pchishini yo'qotadi, nafas olishni yaxshilaydi, miyaga foyda qiladi. Teri atrofidagi namliklarni dengiz qumlari quritadi. Yuqorida aytilgan kasalliklarga foyda qiladi. Mo'tadil badan tarbiya, uqalash, ishqalash, mo'tadil miqdordagi ovqat va harakatlar qizdiruvchilardir. Haddan ortiq harakat yoki harakatsizlik, ko'p yeyish, ichish kabilar sovutuvchilardir. Har narsaning haddan tashqari bo'lishi gavdani sovutib yuboradi. Ibn Sino og'riq to'g'risida bunday deydi. Og'riq bironta yoqimsiz narsani sezishdir. Lazzatlanish yoqimli narsani sezishdir. Ushlab ko'rib sezish eng qattiq his va ta'sirotni uzoq saqlaydi. Shuning uchun qo'pol tabiatli odamlar shu orqali katta lazzat oladilar. Alohida ta'lim kasallik belgilari va ularning yuz berishiga bag'ishlangan. Ba'zi yuz berishlar isitma, sanchuvchi og'riq, nafas qisish, yo'tal, arrasimon, tomir urushi kabi kasalliklar bilan boshlanib, birga tamom bo'ladi. Ba'zilari esa, masalan, yetilish, yetilmaganlik, halokat, o'tkir kasalliklarda uchraydi. Ba'zi tashqi alomatlar ichki holatni ko'rsatadi. Alohida jumla pulslarga bag'ishlanadi. Undan keyingi jumlada chiqindilar to'g'risida so'z boradi. Birinchi kitobning 3-fani sog'liqni saqlash tadbirlarini bayon etadi. Agar kitobning 1 va 2 fanlari tib tarifi va kasalliklar tibning nazariyasidan iborat bo'lgan bo'lsa, bu 3-fan tibning amaliyasidir. Inson gavdasining vujudga kelishiga sabab erlik urug'i, ayollik tuxumi va hayz qoni. Erlik urug'i negiz, tuxum va hayz esa modda vazifasini bajaradi. Qon va ayol tuxumi suvli va tuproq jinsliroqdir. Urug'ida esa havo va olov ortiqroq. Shu bilan ular bir-biriga qarama-qarshi xususiyatga ega. Shuning uchun ulardan tashkil topgan narsada tuproqlilik va olovlilik bo'lsa ham, ularning birinchi qo'shilishi ho'l bo'ladi. Tuproqlilik o'z qattiqligi bilan, olovlilik o'z yetiltirish kuchi bilan yordamlashib, shu ikki javhardan tug'ilgan narsani qotiradi va bir-biriga bog'laydi. Ho'llik sekin asta yo'qola boradi. Bu gavda uchun birinchi ofat. Ikkinchi ofat esa o'sha ho'llikning sasib buzilib borishidir. Ana shu ikki sog'liqni saqlashda e'tiborga olinmoqi kerak. Har bir gavda mijozi, tug'ma issiqligi va ho'lligi talab qiladigan zaruriy qurmoqning chegarasi bor. Gavda hayoti o'sha chegaradan o'tmaydi. Ammo ba'zi sabablarga ko'ra o'sha chegaraga yeta olmasligi mumkin. Sog'liqni saqlashning vazifasi gavdaning munosib narsalarini saqlash orqali insonni o'sha chegaragacha yetkazishdan iborat. Sog'liqni saqlashda asosiy narsa umumiy va zaruriy sabablarni mo'tadillashtirmoqdadir. Bu sabablar quyidagilar: mijozni mo'tadil qilish, yeyiladigan va ichiladigan narsalarni tanlash, gavdani chiqindidan tozalash, to'g'ri suzilishni saqlash, burundan tortiladigan havoni yetarli va yaxshi qilish, kiyimlarni yaxshilash, jismoniy va ruhiy harakatlarni mo'tadil qilish, ularga uyqu va uyg'oqlik ham kiradi. Shundan so'ng olim bolaning tug'ilganidan to oyoqqa turganigacha qilinadigan tadbirlar to'g'risida ta'lim beradi. 3-fanning birinchi ta'limi bola tadbiri haqida. Bunda chaqaloqning kindigini kesishdan boshlab to uning 14 yoshga yetgunigacha qilinishi lozim bo'lgan ishlar to'g'risida ta'lim beriladi. Chaqaloqning yuzi qattiq va terisi kuchli bo'lmog'i uchun
kam tuzli namakob suriladi. Agar bola gavdasida kir va namlik ko'p bo'lsa, ikkinchi bor namakob surtish kerak. So'ngra iliq suv bilan cho'miltiriladi. Chaqaloqni yo'rgaklaganda bolaning a'zolarini muloyimlik bilan silamoq kerak. Cho'miltirmoq uchun qulay fursat bolaning uzoq vaqt uxlaganidan keyingi vaqtidir. Bola imkoni boricha faqat ona suti bilan emizilishi kerak. Bir kunda 2 yoki 3 marta emizish kifoyadir. Bu ta'limda emizuvchilarga talab, bolalar kasalliklariga oid ma'lumotlar bor. Ibn Sino sog'liqni saqlashning asosiy tadbiri badan tarbiya, so'ngra uyqudir deydi. Ikkinchi ta'limda shu to'g'rida so'z boradi. Badan tarbiya tanani ortiqcha chiqindilardan tozalaydi, tug'ma issiqlikni oshiradi, tanaga yengillik bag'ishlaydi. Badan tarbiya turlari: tortishish, musht bilan turtishish, yoydan o'q otish, nayza otish, tez yurish, yuqoridagi narsaga irg'ib osilish, bir oyoqda sakrash, qilichbozlik va nayzabozlik, otda yurish, ikki qo'lini silkitish. Yengil va nozik badan tarbiya: arg'imchoqlarda uchish, belanchak uchish, qayiq va kemada sayr qilish, kuchliroq harakatlar, otga, tuyaga minish va kajaba va aravalarda sayr qilish. Ulug' tabib har bir harakatning to'la ta'rifini beradi va ularning foydasini so'ylaydi. Masalan, aravada orqasini aravaning oldi tomoniga o'girib o'tirish ko'zi zaif kishilarga foydalidir. Qayiq va kemalarda sohilga yaqin yerlarda sayr qilish mohov, istisqo, me'da sovushi va ko'pchisiga foyda qiladi. Ko'zni mayda buyumlarga tikib turib, vaqti bilan yuqoridagi narsaga tez ko'z yugurtirish ham foydalidir. Alohida fasllar ovqat, uni hazm qilishga, uyqu va uyg'oqlik ta'rifiga bag'ishlangan. 4-fan davolash usullari haqida. Davolash 3 turli bo'ladi: tadbir, rejim va oziqlantirish, dori iste'mol qilish, qo'l bilan bajariladigan ishlar, manipulyatsiya. Tabib 31 faslda davolashning barcha usullarini birma-bir bayon etib chiqqan. Tib qonunlarining 2-kitobi. Sodda, yolg'iz holda ishlatiladigan dorilarga bag'ishlangan. Uni tabib 2 maqolaga bo'lgan. Birinchi maqola 6 fasldan iborat. Ular sodda, dorilarning mijozlarini o'rganish, solishtirish, quvvat ta'siri, tashqi ta'sirlar, dorilarni yig'ish va saqlash to'g'risida so'z boradi. Ikkinchi maqolada 16 ta jadval bor. Ularda dorilarning xossalari va holatlari to'g'risida so'z boradi. Shundan keyin barcha ma'lum sodda dorilarning tarixi va qo'llanishi hikoya qilinadi. Dorilar nomi alifbe tartibida berilgan. Ularning ko'pi odamdagi ozuqalardir. 1-2 misol keltiramiz. Basal, piyoz, mohiyati. Bu ma'lum narsa. Bunda parchalovchi o'tkir maza bilan birga achchiqlik va burishtirish ta'siri bor. Piyozning yeyiladigan uzunroq xili bo'lib, o'tkir, mazasi kuchliroqdir. Qizili oqiga qaraganda o'tkirroq bo'ladi. Quritilgani ho'liga va xomi qovurilganiga qaraganda o'tkirroq. Tabiati: 3-darajada issiq. Bunda ortiqcha ho'llik ham bor. Ta'sir va xossalari: piyoz latiflashtiruvchi va parchalovchidir. Bunda burishtirish bilan birgalikda ketkazish va kuchli ochish ta'siri bor. Piyozda dam qilish va qonni tashqariga tortish xossasi ham bordir. Demak, u terini qizartiruvchidir. Buning pishirilgani oziqli modda tug'diradi. Piyozli sho'rva piyozsiz sho'rvaga nisbatan kamroq dam qiladi. Pishirilgan piyozning oziq moddasi g'aliz hilt paydo qiladi. Ayniqsa yeyiladigan piyoz turli suvlarning zararini qaytaradi. Piyoz suvi hayz qonini yurgizadi. Piyoz turli sasigan suvning hidini ketkazadigan narsadandir. Ziynati: yuzni qizartiradi, urug'i dog'ni ketkazadi. Bu tulka kasalligida mo'yi to'kilgan yerda ishqalansa,
juda ko'p foyda qiladi. Urug'i tuz bilan qo'shib ishlatilsa, so'gallarni qo'poradi. Suvi chirkin yaralarga foyda qiladi. Tovuq yog'i bilan qo'shib oyoq kiyimidan shilingan joyga qo'yilsa, foyda qiladi. Suvi burunga yuborilsa, boshni toza qiladi. Bosh og'irlashganda, quloq shang'illashida, yering va suv paydo bo'lishida quloqqa tomiziladi. Piyoz boshni og'ritadigan narsalardandir. Buni ko'p ishlatish uyqu bostiradi. Piyoz yomon xil tug'dirgani uchun aqlga zarar qiladiganlardandir. Bu so'lakni ham ko'paytiradi. Yeyiladigan piyozning siqib olingan suvi ko'zga suv tushgani kataraktada foyda qiladi. Ko'zni ravshan qiladi. Ko'zning oqiga qarshi piyoz urug'ini asal bilan qo'yiladi. Piyoz suvi asal bilan birga ishlatilsa, tomoq og'riqda foyda qiladi. Yovvoyi piyoz hazmni qiyinlashtiradi. Buning bir xili qusishni qo'zg'atadi. Yeyiladigan piyoz achchiqligi sababli zaif me'dani kuchli qilib ishtahani ochadi. Piyozning 2 marta pishirilgani ko'p oziqlidir. Chanqashga sabab bo'ladi. Sariq kasalida foyda qiladi. Bavosirda tomirlarning tiqilmalarini ochadi. Piyozning hamma turlari shahvoniy hisni qo'zg'atadi. Piyoz suvi hayz qonini yurgizib, ishni yumshatadi. Suvini tuz va gazak o'ti bilan birga quturgan it tishlaganida qo'yilsa, foyda qiladi. Yeyiladigan piyoz garimsel shamolning zararini qaytaradi. Ba'zi tabiblar bu me'dada garimselning zararini sindiradigan ko'p miqdorda ho'l hil tug'diradi deyiladi. Bu ta'sirida piyoz kuchlidir. Sabzi to'g'risida ham shunday tafsiliy gaplar bor. Tuffoh, olma to'g'risida Ibn Sino yozadiki, olmaning eng mo'tadili shosh Toshkent olmasidir. Bemaza olma yomon bo'lib, uning foydasi kam. Xom olma ham shunday. Olma zaif me'dani quvvatlashtiradi. Uning kasalligiga foyda qiladi. Yana tan, anjir, tut, sarimsoq, bodom, bug'doy, baqla va boshqa ozuqalarning ta'siri to'g'risida mufassal ma'lumotlar bor. Ikkinchi kitobda jami 810 modda to'g'risida xabar beriladi. Ular ichida o'simliklar, hayvonot, donlar va boshqa turli xil moddalar bor. Ibn Sino keltirgan dorilarning bir qismi xalq tibbiyotida qo'llangan. Demak, qonunning 2-kitobi orqali buyuk muttafakkir yashagan davrdagi xalq tibbiyotidan ham xabardor bo'lamiz. Bu kitobda keltirilgan o'simliklardan olinuvchi dorilarning ko'pi to 20-asrgacha qo'llanilib kelgan. Bu dorilar O'rta asr Yevropasiga Ibn Sino asarlari orqali ma'lum bo'lgan. Karasikning aniqlashiga ko'ra, qonunning 2-kitobidagi dorilardan 150 ga yaqini bizning mamlakatimizda nashr etilgan farmakopiya ro'yxatlarida bor. Bu nashrlar jami 8 ta bo'lib, birinchi nashri 1866-yilda, 8-nashri esa 1946-yilda amalga oshirilgan. Shuning o'zi ham qonunning dorishunoslik tarixidan qanday katta o'rin tutganini ko'rsatib turadi. Tib qonunlarining 3-kitobi 22 qismdan iborat. Ular boshdan to oyoqqacha barcha organlarning kasalliklari to'g'risida hikoya qiladi. Miya to'g'risida so'zlaganda Ibn Sino yozadiki, miya nam bo'ladi, chunki shunda u harakatlar tufayli qurib qolmaydi va lozim shaklga ega bo'ladi. U yumshoq va yog'li Sholinus Claude Galen aytganki, shunda miya yaxshi shaklga ega bo'ladi va fikrlash asnosida o'zgara oladi. Axir yumshoq narsa o'zgarishga moyilroq bo'ladi-ku. Ibn Sino aytadiki, miyaning yumshoqligi uning yog'li bo'lmog'i va unga tutashgan nervlarni oziqlantira olishi uchun qulaylik tug'diradi. Miya 2 postloq bilan qoplangan. Ulardan yumshog'i miyaga, yo'g'oni bosh suyagiga yopishib turadi. Bosh to'g'risida so'zlaganda Ibn Sino Jolinusning bosh miya eshitish, sezish, hidlash, ta'minlash uchun yaratilgan emas, chunki bular boshqa organlarda bor.
asosan bosh ko'zlarini joylashtirmoq uchun yaratilgan degan so'zlarni tasdiqlab, ko'zning boshda o'rnashgan joyini qo'shindagi soqchilarning balandlikda joylashmoqlariga o'xshatadi. Ibn Sino boshqa joylashgan organlarning tarifi, ularning kasalliklari, bosh og'riqlari, ularni davolash to'g'risida mufassal so'zlaydi. Shundan keyin ruhiy kasalliklar haqidagi boblar keladi. Tabib otashin sevgini ham ruhiy notobliklar qatorida keltiradi. Sevguvchi kishi ko'zlari cho'kib, quruqlashib ketgan bo'ladi. Nafasi bo'linib turadi. Ko'p kulib yo hazillashib turadi. Ishqiy she'rlarni tinglaganda yo kuladi, yo qayg'urib yig'laydi. Qovog'idan boshqa hamma a'zolari ozib ketadi. Yurish turishida tartib bo'lmaydi. Tomir urishi beqaror. Sevgilisining nomini eshitganda yo uni nogoh ko'rib qolganda tomir urishi o'zgaradi. Shundan sevguvchining kimga ko'ngil berganini aniqlash mumkin. Ibn Sino o'zining shu yo'sinda bir sevguvchining sevgilisini topganini aytadi. Qonunda Ibn Sino o'z tabiblik tajribasidan bir misol keltiradi. Bir yigit bir qizni sevgan. Bu sevgi o'tida kuyib, og'ir va uzoq davom etgan kasalliklarga mubtalo bo'lgan. U haddan tashqari ozib ketgan. Uzoq isitma ichida qolgan. Chunki vujudi otashin sevgi tufayli juda zaiflashib ketgan edi. Ibn Sino bu yigitning dardi sevgi ekanini tushungan. Ammo bemor buni bo'yniga olmas edi. Tabib bemorning tomirini ushlaganicha ko'p nomlarni aytib bergan. Shunda sevgilisining nomini aytilganda birdan tomir urishida o'zgarish paydo bo'lgan. Buni birinchi bor takrorlab tekshirib ko'rgach, sevgilisining nomini aniqlagan. Keyin shu tarzda mahallalar, ko'chalar, uylar, oilalarni bir boshdan sanay bergan. Ana shularning qay biri aytilganda tomir urushida o'zgarish sodir bo'lsa, shunga qarab yigit sevgilisi yashaydigan mahalla, ota-onasi kimligi to'g'risida tasavvur paydo qilgan. Shunday qilib, mahbubani aniqlagach, tabib sevguvchi yigitni o'z sevgilisiga yetishtirish maslahatini bergan. Oshiq o'z mahbubasi bilan yaqinda birga bo'lajagini bilgach, uning ahvoli yaxshilana borgan. Eti o'sib, ancha o'ziga kelib qolgan. U tez fursatda tuzalib ketgan. Ibn Sino xulosa qilib yozadiki, tabiat tashqi ta'sirga bo'ysunajagi shundan ma'lum bo'ladi. Sevgining davosi sevgilisiga yetishmoq yoki sevguvchini sevgidan qaytarmoqdir. Ikkinchi bo'lim butunisicha nervlarga bag'ishlangan. Unda nerv kasalliklari, ularning belgilari va davolash usullari to'g'risida so'z boradi. Shundan keyingi bo'limlarda ko'z, quloq, burun, og'iz, til, tish, milk va lablar, tomoq og'riqlari to'g'risidagi boblar keladi. 10-bo'lim o'pka va ko'krak kasalliklariga bag'ishlangan. Bu yerda nafas olish, ovozga oid holatlar tahlil etiladi. Yana yo'tal va qon tupurish, ko'krak atrofidagi a'zolardagi shishlar to'g'risida so'z boradi va ularni davolash usullari ko'rsatiladi. 11-qism yurak to'g'risida hikoya qiladi. 12-qism ayollar ko'kragi to'g'risida. 13-qism qizil o'ngach va me'da haqida. 14-qism jigar va uning holati to'g'risidadir. Jigar qon paydo bo'lishini yakunlovchi a'zodir. Jigar qotgan qizil qon rangidagi go'shtga o'xshaydi. Unda nerv tolalari yo'q. U nervlarga to'la qobiqqa o'ralgan. Shundan so'ng Ibn Sino jigarning mukammal ta'rifini beradi. Uning kasalliklari, bu kasalliklarni davolash usullarini bayon qiladi. Undan keyin taloq, o't a'zolari, sariq kasali va uni davolash to'g'risida so'z boradi. Keyingi qismlarda ichaklar, ularning kasalliklari va ularni davolash usullari bayon etilgan.